Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Sarxon tuman Yuzlarma FIda joylashgan 309-konturga yetib keldik. Shu konturda mikrokreditning homiyligida qizil lo'ya mahsuloti ekilgan. Qizil lo'ya mahsuloti 122 ta dehqon fermerlar bilan birgalikda Bek Medtet ishlab chiqarish kooperativi bilan birgalikda fuqarolarni daromadini oshirish maqsadida ushbu qizil lo'ya mahsuloti ekilgan. Hozir yer yomg'irdan keyingi holat bo'lgani uchun yerni boshidan olyapmiz. Hozir buni salqinlashtirish maqsadida bizni havolarimiz issiqligida buncha salqin havo bo'lish maqsadida bu makka mahsuloti ham ekilgan, oralatib makka mahsuloti ham ekilgan. 122 ta fuqaroga bu 12,2 gektardan iborat bo'lgan yer 10 sotikdan bo'lingan. Har bitta fuqaro qizil lo'ya mahsulotini to'liq ekilgan. Bu konturda bir konturga bir mahsulot tamoyil asosida. Shu 309-konturimiz 1 gektardan qizil lo'ya mahsulotini 18 tonnagacha olish imkoniyatimiz bor. Uzunasiga bu yerda makka mahsuloti bor, lekin bu salqinlashtirish maqsadida olinganda. Qizil lo'ya mahsulotimiz mana uni oralatib qizil nima deydi, lo'ya mahsuloti ekilgan. Bu salqinlashtirish maqsadida makka mahsulotlari ekilgan. Buni haligi agregator tavsiyalariga asosan bo'lingan. Bu yerda mana makka mahsuloti emas, bu to'liq mana nima deydi, lo'ya mahsuloti nimasida ketgan. Ushbu konturimiz yerlari uzunasiga 500 metr, eniga 400 metrdan iborat. Kelgusida bu mahsulotimiz yig'ishtirib olingandan keyin yuqori daromadli ekin turlaridan foydalanamiz. Hozirda mahsulotimiz hosil qilish jarayonida. Jami 100 kunda mahsulot pishib yetiladi.